Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Sevgli payg'ambarimizga salovat va durudlar bo'lsin. Laylatul Qadr belgilash kechasi degan ma'noni beradi. Yil davomida qilinadigan turli amallar, hukm, topiladigan rizq, bir so'z bilan aytganda taqdir belgilanadigan kechadir. Bu kecha haqida Alloh taolo 1000 oydan yaxshiroqdir deb marhamat qilgan. Qadr surasi 3-oyat. 1000 oy salkam 84 yilga teng. 84 yil 30.000 kunga teng. Laylatul Qadr kechasi qachon bo'ladi? Abul Oliya radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir arobiy sevgli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, Qadr kechasi qachon bo'ladi deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonning ilk va eng so'nggi hamda toq kechalaridan izlanglar dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Onamiz Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidan qidiringlar deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasi borasida u 27 yoki 29 kechadir. Ushbu kecha yerda farishtalar soni mayda toshlardan ham ko'p bo'ladi dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Bu kechaning qanday alomatlari bor? Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u ochiq, issiq ham, sovuq ham bo'lmagan kecha. Uning tongida quyosh qizg'ish, zaif bo'lib chiqadi dedilar. Ibn Huzayma rivoyati. Bu kecha Alloh taoloning amri bilan farishtalar har bir osmondan va Sidratul Muntahodan, ya'ni Jabroil alayhisalom maskanidan yerga tushadi. Tong otguncha insonlar haqqiga duo qiladi. Qur'oni Karimda bunday deyiladi. U kechada farishtalar va ruh, Jabroil, parvardigorlarning izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha to tong otgunicha salomatlikdir. Qadr surasi 4-5-oyatlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kechani qanday o'tkazar edilar? Oysha onamiz roziyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligi kelsa, kechalari uxlamas edilar va uydagilarni ham ibodat qilishga uyg'otar edilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Bu kecha gunohlar mag'firat etiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha sodir etgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy rivoyati. Oysha onamiz roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan: "Ya Rasululloh, agar Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lsam, nima deb duo qilay?" deb so'radilar. Shunda Nabiy alayhisalom ushbu duoni aytishga buyurdilar. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allohim, albatta sen kechiruvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Gunohlarimni kechirgin. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo qiyomatga qadar keladigan barcha mu'minlarning gunohini mag'firat etsin, hidoyatida bardavom qilsin. Amin.